Do'stlar, Arty kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videomizda battle o'tkazamiz. Ha, qishloqi? Da. Xullas, birinchi nima qilamiz? Shoshmay tur, hozir men hamma narsani aytib o'tishim kerak. Hoy, voy. Men kam bo'lib qolibdi bu yer. Böyle. Xullas, Benim kimada değilsiniz ha? jim tur. O'zim aytaman, tushiraversam nima qilasan? Keyin ana yoqqa bu moblarni yasaymiz va urushtiramiz. Hop, kelishdik. Patuştik. Nega meni bundoq qilib tushiraverasam? Yaxshi praktik bo'ldi. Pasport so'ragan. Xo'sh, endi nima qilsam ekan? Bugun aniq yutkazasan. O'zingni o'chir. O'zi bir asabim chiqib turibdi. Nega asabim chiqdi degani? Shuncha paytdan beri hech kim like bosib obuna bo'lmayapti. Ha? To'g'rimi? Eshak? Shundaymi? Men yasashni boshladim. Sen yutkazasan. Har doim bu gapni yana eshitganman. Hozir ham eshitaman. Boshladik. Evet, qurdim. Men ham quraman. Men aytgancha golem qurishim mumkin. Albatta men quruvchi emasman, lekin qurishga harakat qilaman. Bu bunaqalardan bo'ladi. Xuddi bundan va oq mana. Ya, mana bizga kallalarni yo'q, bizga sariq rang kerak. Sariq blok mana yerda bo'lishi. Da oltinda ishlatamiz. Va albatta bunda. Bizdagi birinchi oyoqlarini jota qiltiraqday chiqapti. Birinchi oyoqni shunday qildim. Ikkinchisini nахуй себе, блядь. Yana bir marta aytaman, men quruvchi emasman. Bas endi bu stop. Buni hozir burada qilsam uzgan joylarimni to'g'rilab qo'yay.
Da, oyog'ini bunday qilaman, lekin men oddiy galem quryapman. Bilib qo'y. Öf, hamma joy buzilib ketaverarkan-da. Mana atalab sizlarga bitta savol. Topganlar kommentariyaga yozib ketsin. Qishloqi haqiqiymi yoki haqiqiy emasmi? Uni qishloqni o'zi boshqaradimi yoki yo'q? Aytgancha bu ikkinchi qismi chiqishi uchun 100 ta like yoki 50 ta like qilavering. Ikkinchi video men buni bitta raunddan qilmoqchiman, chunki hozir men kechki payti olmoqdaman. Hali kechki ovqat qilishim kerak. Shuning uchun shata qurtashyapman. Da,